Oilaviy tadbirkorlik ekanda Ixtiyorjon. Assalomu alaykum Zohidjon aka. Oilaviy tadbirkorlik, rahmat aka. Malades. Mana o'g'illaringiz oldingizga kirib qopti ancha. O'g'illarim, katta o'g'lim, ikkinchi o'g'lim, uchinchi o'g'lim, to'rtinchisi uyda. To'rtinchisi uyda oilaviy tadbirkorlik. Malades. Men o'g'illaringiz bilan siz kelmasdan oldin ancha gaplashdim. Mana hammasini o'zini ishi bor ekan. Sekin gaplashib o'tirdim-da. Balansirovkalar chiqaradi, kraska sepadi, pichoqlar teradi bu. Malades. Qani bir tushuntirib o'tamiz-a? Xo'p, Zohidjon aka, obunachilar tan-jonlari sog' bo'lsin aka. Avvalo mana bu mis motorimiz, alyumin motor, drabilkalarni bombasini qilyapmiz. Olib borib, ayamasdan ishlatishaveradi. Materiallarni Zohidjon aka qalin qilib qilyapman. Mashina ko'rsating. Mashina chuvaldada qattiq urib olishadi. Agar sal bukilib qolsa, drabilka bepul. Bukilmaydigandan ekanda. Drabilka bepul. Keyin xohlaganlarga Jiguli Mahaviy qo'yib beramiz, mis motorga. O'zi aslida moni qo'yyapmiz. 32 ta pichoqli bo'ladi, malatka o'ylari bilan. Pichoqlar germansiy kuydirilgan pichoq aka. Motorlarda ham mana Oriol emas, Oriol mis motor. Samara motorimiz zo'r chiqqan mana shu alyumin motor, 6,5 kW, 3,5 ming оборот. Buqa motorimiz bu yangi kelgan, bunga ham garantiya. 4,5 kW, 3,5 ming оборот motorlarimiz. Xo'p aka, sizni obunachilaringizga narxini ham aytib o'tib ketayim boshidan. Kutib o'tirishmasin. Bo'ldi, ayting. Sizni obunachilaringizga mana mashina xuddi shu holatini, shu joyimiz o'zidan aka 1,850 mingdan qilib beraman. Temiriga 1 yil garantiya, motoriga 1 oy garantiya. Bu 6,5 kW, 3,5 ming оборотli Samara motorimizni joyimiz o'zida 2 million qilib beraman. Joyimiz o'zidagi narxi. Bu mis motorga agar Jiguli Mahaviy qo'yib bersak 2 million 300 ming bo'ladi. Agar mana bu Mahaviy qo'yiladida bizda 8 lik bo'ladi, bu ham qalin. Balansirovkalar soatdaqa ishlaydi. 2 million 250 ming bo'ladi. Buni mana yerga qo'yib bersak. Buni qo'yib bersak. 32 ta pichoqli bo'ladi. Mana shu. Pichoqlari ham garantiyali, shilaka bloklarini ham chiqarib yuborishadi orada. Buni ham farqi bo'ladi deng, bu o'sha apparatida ham boshqa. Bu pichoqlarda ham aka yupqa qalini bor. Bu kalyonli pichoqlarimiz bu kuydirilgandi. Eng qalin, eng zo'rini qo'yamiz. Malatka o'ylari ham mana 5 tadan 10 ta don bug'doylarni maydalagani shu narsalar ishlaydi. Ishlaydi ular. Drabilkalarni jicha arzoni ham qilsa bo'ladi-yu, men unaqa qilib qilmayapman aka. Nimaga? Motorida ancha farqi bor. Mana bu narsa teng baravar yupqa bo'ladi. Oddiy misol mana bu oyoqlarini ham Zohidjon aka ko'rsatsam aka sizga. To'rga oddiy ugonlikda mana 4x4 stenasi 3 lik bo'ladi. Shu ugonlikni qo'yaman oyog'iga ham. Juda ko'pchilik bunisiga ahamiyat qilmaydi. O'sha farqi bor-da. Bo'lsa ham zo'rini olib qilaverish kerak. O'shanda ham siz obunachilaringizga qimmat qilmadim, arzon narxda qilib berdim, bomba qilib. Endi mana chorvadorlar kuzatadi-da. Bilasiz-ku, bari qo'y boqadigan aka. Zohidjon aka to'ra oldin reklama qilib berganingizda juda ham ko'p drabilka sotdim. Hozirgacha telefon qilishyapti, qo'shnilari ko'rib qolib, Zohidjon akam kanalda ko'rdim deyshar, kanalingizda turar ekan. Qarang, shuncha video qo'ysiz. Yo'q, 50 yil turadi uni bir o'chirib yubormaydi. Hozirgacha kelishadi-da, olib ketib maza qilib ishlatishyapti. Aka 4 ta mana nasatkasi bo'ladi. Molga. Bu qo'yga. Bu bug'doyga. Bunisi makkaga. Bular ham qalin bo'ladi aka. Yupqasi ham qalin ham. Hamma yoq qalin. Oddiy misol aka men mana shu oyog'i bu mayti pastiga qo'yilgan simini ham 8 likda qilaman. Hamma yo'g'iga ahamiyat qilaman. Hampalar ham qalinlikdan bo'ladi. Qalindan. Qalin, hamma yo'g'i qalin. Drabilkani otib olib ishlatishaveradi ayamasdan. Ixtiyorjon, endi haligi yaxshi narsa chiqarsangiz, yaxshi nimasi bo'ladi, o'zini oqlasa, klientingiz doim bo'ladi. To'g'ri. Mana sizni ham qilayotgan ishlaringizni ham eshitib juda ham xursand bo'ldim. Juda xayrli ishlaringiz ko'p ekan. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ko'p hali bemorlarga, boshqa qilinadigan ishlarga to'g'ri tanish bilishlaringizdan ancha ma'lumot oldim. Shuning uchun keldim hozirga. Yo'q, shuning uchun keldim. Rahmat sizga. Mana shu drabilkalardan, boshqalardan qilinadiganlarning ko'pini ehson qilinar ekan ukamizniki. Mana nomerlari qo'yib o'tilyapti. Bu nomi ham boshqa bo'ldi. Dovonga o'zgartirdik. Chunki Toshkent Farg'ona guruhi boshqaraman. O'zim ko'pchilik taniydi. 12 yildan beri, Xudoga shukr, o'zim ham Toshkentga qatnayman. Grupamning nomi Dovon edi. Bu Akula brendidan Akuladan Dovonga o'zgardi. Barakalli bo'lsin. Xayrli bo'lsin uka. Ilohim. Xayrli bo'lsin. Endi